Alisher Navoiy o'zbek adabiyoti va madaniyati tarixidagi ulug' siymolardan biridir. Zamondoshlari uni Nizomiddin Mir Alisher deb ulug'laganlar. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy shoir, mutafakkir, davlat arbobi va faylasuf. Navoiy taxallusi ostida o'zbek tilida, foniy taxallusi bilan fors tilidagi asarlarni ijod qilgan. Ali Yazdiy nazariga tushgan, Mavlono Lutfiy yosh shoir iste'dodiga yuqori baho bergan. Kamol Turbatiy e'tirofini qozongan. Said Hasan Ardasher, Pahlavon Muhammad kabi ustozlar qo'lida ta'lim olgan. Abdurahmon Jomiy bilan ijodiy hamkorlikda bo'lgan. Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevral sanasida Xuroson davlatining poytaxti, hozirgi Afg'oniston hududidagi Hirot shahrining Bog'i davlatxona mavzesida tug'ilgan. Uning ilmga bo'lgan ishtiyoqi erta uyg'onib, 4 yoshida madrasada ta'lim ola boshlagan. Alisher 10-12 yoshidan she'rlar yozishni boshlagan. O'smirlik yillarida o'zi sevgan shoirning 50 ming baytdan ortiq she'rini yod olgan. Alisher Navoiy o'z jamg'armasi hisobidan Hirotda va butun Xuroson mamlakatida bir nechta madrasa, 40 ta rabot, ya'ni yo'lovchilar uchun bekat, 17 ta masjid, 10 ta xonaqoh, 9 ta hammom, 9 ta ko'prik, jami 300 ga yaqin inshootlar qurdirgan. 1483-85-yillar Navoiy o'z ichiga 5 dostonni olgan, hamsa asarni yozgan. Bular Hayrat ul Abror, yaxshi kishilarning hayratlanishi, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabba-i Sayyor, 7 sayyora va Sa'di Iskandari, Iskandar devori. Shoirning lirik merosi umumiy hajmda 50 ming misradan ortiq. Hazoyinul Maoni nomli 4 devonga jamlangan. Quyida g'azal mulkining sultoni, ulug' bobokalonimiz Mir Alisher Navoiy hazratlarining bir nechta hikmatli so'zlarini yodga olamiz. Boshni fido ayla ato qoshig'a, jismni qil sadqa ano boshig'a, tun kuning'a aylagali nurfosh, birisin oy angla, birisin quyosh. Haq yo'linda kim senga bir harf o'qitmish ranj ila, aylamak bo'lmas ado, oning haqqing yuzganch ila. Onalarning oyog'i ostidadir Ravza-i jannatu jinon bog'i, Ravza bog'in visolin istar ersang, bo'l onaning oyog'i tuprog'i. Kishi kim qilsa olimlarga ta'zim, andohki qilur payg'ambarga ta'zim. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Yaxshi kishilar birla tutar bo'l suhbat, tobergay amon sharirdin ul suhbat. Odami ersang demagil odami, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami.